Xitay dairələri Uyğurlarni tarqaqlaşdırıb ictimai münasibətni qalaymıqan qılmaqta. Xitay dairələri atalmış 5-ci əmgək kuchini ishga oshirish nomida Uyğur aholilarini turkumlab har qaysi rayonlarga majburiy yo'tkab Uyğurlarning ijtimoiy munosabatlarini qalaymıqan qilmoqda. Xitay dairələri atalmış 5-ci əmgək kuchlarını ishga o'rinlashtirish nomida Uyğur aholilarini turkumlab har qaysi rayonlarga majburiy yo'tkab Uyğurlarning ijtimoiy munosabatlarini qalaymıqan qilmoqda. Tangirtaq to'rining 12 va 14 kunlardagi xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitay dairələri Sharqiy Turkistonning janubidan atalmış 5-ci əmgək kuchlarini ishga o'rinlashtirish nomida Uyğur aholilarini turkumlab har qaysi rayonlarga majburiy yo'tkash xizmatini olib borayotganligi bildirildi. Ma'lum bo'lishicha, 12 iyun kuni Qashqar shahriga qarashli 11 yeza bozordagi 846 nafar Uyğur aholisini ishga o'rinlashtirish nomida majburiy tashkillab yo'tkagan. Ondan başqa yana Yakan nahiyasidami yangidan 100 nafar Uyğur aholisi Turpan pichanga yo'tkab kelinib, 4-oyda yo'tkab kelingan 100 nafar Uyğur aholisi bilan birlikda yo'l, ko'cha va mahalla tozalash xizmatlariga salingan hamda ularga maxsus birdan mas'ul xodim o'rinlashtirilgan. Xitay dairələrinin təşviqatı bo'lgan atalmış Şinjan iqtisodiy gazetida berilgan xabardaki Xitay dairələrinin Sharqiy Turkistondagi ishga o'rinlashtirish, tarbiyalash xizmati rahbarlik ishxonasining statistikaga qaraganda 2017 yil 5-oyning oxirlarigacha Xitay dairələri muqim mablag' turiga 1 trillion 500 milliard yuan mablag' ajratib 6000 turda ish boshlagan. Bu turlarga 200 ming Sharqiy Turkistonlik Uyğur aholisini yo'tkab o'rinlashtirilganligi o'tirib qo'yilgan.